bahor go'zal fasl. Ko'ngillarga iliqlik, bog' va dalalarga yashil libos, hayotimizga fayz olib keladigan fasl. Xonadonlarimizga tinchlik, dasturxonimizga to'kin sochinlik, mahallalarimizga fayz, qalblarimizga go'zallik olib kirgan bahor bilan xayrlashar ekanmiz. Bizga yangi umid, yangi orzular, yangi kuch bag'ishlading bahoroy. Olib kelgan barokatlaring yil davomida bizni tark etmasin. Sening sharofating bilan boshlagan har bir ezgu ishimiz yoz mavsumida o'z mevasini bersin. Sendan juda minnatdormiz degimiz keladi. Endi biz ezgu tilaklar bilan yangi yoz mavsumini qarshi olamiz. Shoir aytganidek, endi quyosh bag'ridan yog'ladi tillalar. Bizni kutmoqda hali saraton u chillalar. Mana bu Qarshi shahridagi Nasaf ko'chasi. Ko'chaning go'zalligini qarang. Ikki tarafda yam-yashil daraxtlar. Yo'lning tekisligini aytmaysizmi? Avtomobillar qiynalmasdan g'iz-g'iz o'tib qaytib turishibdi. Bu esa go'zal bahor ko'rk berib, yashil libosga burkab ketgan mahalla. Geologlar mahallasi, to'g'rirog'i mikrorayon. O'zbek tiliga mitti tuman deb tarjima qilib olganmiz. Mahallaning ko'rk va chiroyiga bir nazar tashlangan. Qushlarning cho'g'ir-cho'g'iri, shamolning daraxtlar shoxidan tortqilab qo'yishi dillarga naqadar zavq bag'ishlaydi. Bir tomonda bolajonlar qiyqirishib, arg'umchoq uchib o'tirishibdi. Zo'r-a? Lekin ana shu go'zallikka, ana shu ko'rk-u chiroyga soya tashlab turgan ayrim holatlar ham borki, ko'zingiz tushsa, yuragingiz jizg'anak bo'ladi. Bundan 10 kuncha oldin, to'g'rirog'i 23-may kechki payt yomg'ir rosa sharros quyib berdi. Shunday quydiki, Hindistondagi musson yomg'irlari esholmay qoldi. Ana shu yomg'ir ta'sirida trotuar yonida qiyshayib turgan mana bu terak gurs quladi. Yaxshiyam tunda qulabdi. Kunduz kuni qulab, bitta yarimta odamning ustiga tushsa bormi? Xudo ko'rsatmasin. Mahalla aholisi o'sha kuniyoq ekologiya xodimlariga, MCSga va obodonlashtirishga xabar berishgan. Lekin ularning esdan chiqib ketdimi yoki o'z vazifalariga shunchalik sovuqqonmi, mana 10 kundan beri yiqilganicha turibdi. Yonidagi teraklar ham qiyshayib turibdi. Bitta yomg'irda bular ham qulaydi, lekin bular aniq trotuarga qulaydi. Mana bu o'tib ketayotgan bolakayga bir nazar tashlang. Yoki velosiped haydab ketayotgan mana bu odamning ustiga qulasa, nima bo'ladi? Kim bunga javob beradi? Odamlar o'tib qaytadigan yo'lkalarga mashinasini ko'ndalang qo'yib ketish yoki mashina signalini qattiq chalib o'tib ketish, bular g'ashga tegadigan ikir-chikirlar deylik. Lekin mana bu holat nafaqat g'ashga tegadi, inson hayoti uchun xavfli-ku. Bunga mutasaddi tashkilotlar nima derkin? Afsus, mutasaddi tashkilotlardan sado chiqmadi. Axiri shirkat xodimlari tashabbusni o'z qo'llariga olishdi. Rais boshchiligida ishchi xodimlar, opaxonlar, akaxonlar mahalla obodonligiga safarbar etildi. Geologlar mahallasi azaldan madaniylashgan mahalla hisoblanadi. Ulardan mahalla ahli minnatdor. Podyezdlarni supurib sidirib, yuvib tozalashadi. Daraxtlarni oqlashadi. Xullas, ko'p qavatli uylar oldini ozoda tutishadi. Bugun ham
shirkat xodimlari bel bog'lab ko'chaga chiqishdi. Ham xavfsizlikni o'ylab, ham mahallani yanada obod qilish maqsadida yiqilgan daraxtlarni saranjom sarishta qilishdi. O'z navbatida biz ham shirkat raisi boshchiligidagi barcha ishchi xodimlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'sh, agar shirkat bosh qo'shmaganda yurakni jizg'anak qiluvchi bu holat qachon barham topardi? Bu savolga ekologiya, MCS va obodonlashtirish tashkilotlaridan javob kutmaymiz. Chunki foydasi yo'q ekanligini yaxshi bilamiz. Aziz tinglovchi, sizning ham mahallangizda shunday holatlar bo'lib turadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.